ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز مخلصاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Bugün seyşembe hicri quyosh 1404 von saraton milodiy 2025 1 julay bu kecha soat 9 o'zbeki yangiliklarga xush kelibsizlar. Zabiola Quyosh. Afg'oniston Islom Amirligi Rais al-Vazaro iqtisodiy muovini Mulla Abdulg'ani Birodar Oxund yetakchiligida Emirat yuqori martabali bir hay'ati Ozarbayjon Eko yig'inida rasmiy chaqirig'i bilan bugun seshanba ertalab bu mamlakat safar qildi. Islom Amirligi so'zlovchisi muovini aytishicha, ushbu hay'at Eko umumiy yig'inida gaplashishdan alova Ozarbayjon qator muqomlari bilan ayrim bo'limlarda aloqalar kengayishi haqida uchrashib muloqot qilishi mumkin. Eslash kerak, ushbu tashkilot milodi 1985-yili Eron, Pokiston va Turkiya tomonidan iqtisodiy, texnika va farhangiy hamkorliklar kengayishi uchun qurilib va so'ngra Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ozarbayjon unga a'zo bo'ldilar. Birinchidan Mulla Abdulg'ani Birodar Oxund bu safarda Eko tashkiloti 13-yig'inida qatnashib, so'zga chiqib, Ozarbayjon ayrim muqomlari bilan uchrashib, ikki mamlakat ayrim bo'limlarda aloqasi kengayishi haqida bahs qilishi mumkin. Eko iqtisodiy tashkiloti 13-yig'inida ushbu tashkilotga a'zo mamlakatlar jamhur boshliqlari va yuqori martabali numoyandalari ishtiroki bilan 3 va 4 julay Ozarbayjon mezbonligi bilan barguzor etiladi. Mavlaviy Abdusalom Hanafiy Nimruzda muhojirlar uchun bir kampni ochdi. Rais al-Vazaro idoriy o'rinbosari Mavlaviy Abdusalom Hanafiy Nimruz viloyati tomon safarida ushbu viloyatda 16 million afg'oniga arzishli muhojirlar uchun bir kampni ochdi. Nimruz viloyati muqomi matbuot daftarining aytishicha, Hanafiy janoblari va birgasidagi hay'at muhojirlar vaziyati hamda xizmati qo'mitalar faoliyatini tekshirish uchun Ipak yo'li yaqinidagi muhojirlar kampidan ko'rib chiqqanlar. Kobulda Yonamo daftari aytishicha, muxaddara moddalarga qarshi kurashish va xususiy sektordan qo'llab-quvvatlash ish guruhi yig'ini Birlashgan Millatlar Tashkiloti mezbonligi bilan Dohada barguzor etilib va Afg'oniston hamda ayrim mamlakatlar namoyandalari unda huzur topganlar. Yonamo e'lomiyasiga kelishicha, bu 2 kunlik yig'inda xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va Afg'onistonda bangivor moddalarga qarshi kurashish faoliyatlari tekshirilib va shuningdek kelajakda hamkorlik avlaviyatlari ma'lum bo'lishi mumkin. Afg'onistonda muxaddara modda qanday qarshi kurashishi va xususiy sektordan qo'llab-quvvatlashi 2 kunlik yig'ini Birlashgan Millatlar Tashkiloti mezbonligi bilan Dohada davomi bor. Bu yig'inda bangivor moddalarga qarshi kurashish faoliyatlari tekshirilib va kelajak hamkorliklar avlaviyati tayin etiladi. Bu yig'inda a'zo mamlakatlar, xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Afg'oniston hozirgi nizomi namoyandalari ishtirok qilganlar. Yig'in befoyda bo'lmay bir kun hatman foyda yetkazadi. Chunki mintaqa hozir boshqa bor-azam va boshqa mintaqa uchun o'zini qurbonlik qilmasligi masalasini tushungan. Dohada o'tkazilajak bu yig'in Afg'oniston uchun muhim hisoblanadi. Ushbu yig'in bangivor moddalar badali ekilishi, rivoj qilinishi va Afg'onistonda xususiy sektor kuchlanishi uchun musbat ta'sir yetkazishga umidvorliklar mavjud. Bu yig'inda bahs etilgan masala amalga oshirilganda Afg'oniston iqtisodiy o'sishiga foyda yetkazib, ushbu masala tufayli siyosiy va diplomatik aloqalar kengayishi uchun yaxshi yo'l ochilib, dunyo jamoasi bilan qulay shaklda taomil qilib, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Afg'oniston chavkisini qo'lga keltirib va rasmiyatga tonish uchun ham samarali odim ko'tariladi. Ayni holda Afg'oniston ishlari bo'yicha Pokiston maxsus numoyandasi Muhammad Sodiqxon bu yig'in hoshiyasida Afg'oniston uchun Chin va Rossiya maxsus numoyandalari bilan uchrashib gaplashgan. Sodiqxon o'z X sahifasida bu uchrashuvda Afg'oniston uchun mintaqaviy hamkorliklar kuchlanishi haqida bahs etilgan deb yozgan.
Sog'liqni saqlash vaziri Mavlaviy Nurjalol Jaloliy Dunyo sog'liq tashkiloti, UNICEF, Bill Gates bunyodi va bolalar faljiga qarshi kurashish dasturi mushtarak hay'ati bilan Kobulda uchrashdi. Bu uchrashuvda sog'liqni saqlash vaziri xalqaro nihoyatlar rasmiylaridan esa faoliyatlarni ushbu vazirlik polisiyasi asosida muntazam qilishlarini istadi. Ayni holda eslangan xalqaro nihoyatlar mas'ullari polio yo'q etilishi va yo'liqma kasallar nobud etilishi haqida o'z hamkorliklarini davom berishdan ishonch berdilar. Sog'liqni saqlash vaziri Mavlaviy Nurjalol Jaloliy xalqaro sog'liq tashkilotlari ayrim mas'ullari bilan Kobulda uchrashdi. Bu vazirlik xabarnomasida kelishicha, bu uchrashuvda Dunyo sog'liq tashkiloti, UNICEF, Bill Gates bunyodi va bolalar falajiga qarshi kurashish dasturi numoyandalari huzur topib va sog'liq xizmatlar kengaytirilishi, niyoz bo'lgan bo'limlarda sog'liq sektorini qo'llab-quvvatlashi, sog'liq xizmat tuniqligi, avlaviyatlar asosiy xizmatlar ijro qilinishi, yo'liqma kasalliklari oldi olinishi, polioga qarshi kurash va boshqa bo'limlar haqida bahs qilganlar. Xalqaro tashkilotlar o'z faoliyatlarini milliy sog'liq polisiyasiga teng muntazam qilishi darkor. Biz polio kasalligini yo'q qilishga mutaahidmiz va aholi dastlabki sog'liq xizmatlariga qo'l topishni avlaviyatga qaror beramiz. Ayni holda dunyo ayrim sog'liq tashkilotlar numoyandalari Afg'onistonda so'nggi paytlar sog'liq bo'limi yuksalishidan qadrdonlik qilib, texnik hamkorliklar yuksalishi, vaksinasiya tizimi yaxshi bo'lishi, Afg'oniston sog'liq sektoridan hadafli qo'llab-quvvatlashi, Kobulda qilgan safarlari asosiy hadaflardan hisoblanadi. Biz Sog'liqni saqlash vazirligining polioga qarshi kurashish odimidan qo'llab-quvvatlaymiz. Biz sog'liq kadrlar zarfiyatlarini kuchlantirish va yo'liqma kasalliklarni yo'q qilish uchun hamkorliklarni davom beramiz. Biz Afg'onistonda polio kasalligini yo'q qilishga samarali ish qilish uchun sa'y-harakat qilib kelmoqdamiz. Vaksinasiyon xizmatlar kayfiyati yaxshilanishi bizning avlaviyatimizdir. Ayni holda ayrim shifokorlar xalqaro nihoyatlarning o'lka sog'liq bo'limida hamkorligini muhim unvon qiladilar. اولویت‌های سکتور صحی افغانستان اول بهبودی به خدمات صحی است. Sog'liq xizmatlari yaxshilanishi, sog'liq xodimlar va ustozlar zarfiyatlari bilan ketishi va Sog'liqni saqlash vazirligi ikmoli taxassus bo'limini yuksaltirishi, markaz va viloyatlar, tuman va qishloqlarida shifoxona va kliniklarning yuksaltirishi Afg'oniston sog'liq sektori avlaviyatlaridandir. سطح مرکز و ولایات و ولسوالی‌ها و قریه‌جات است. دغه سعی او تلاش چې په وزارت صحت عامه کې جریان لري. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sa'y-harakatlari davom topib va boshqa niyozmandliklar ham hal etilganda, biz qo'shni hatto dunyo mamlakatlar sathida sog'liq modern sistemi tuzatishga qodir bo'la olamiz. یا د دنیا په سویه یو ډیر مدرن او تکمیل شده سیستم صحی ولرو. Shuningdek, bu uchrashuvda ikki tomon mushtarak hamkorliklar ustida ta'kidlab va Afg'oniston xalqi salomatligi uchun hamohanglik, sur'at va tiniq shaklda ko'proq talosh qilishlari ustida ta'kid qildilar. Va mamlakat chet el xabarlariga diqqat qilingizlar. Navor G'aza sog'liq maqomlari aytishicha, Isroil ishg'olchi rejimi Navor G'aza butun sohasida uyushtirgan hujumida 100 ga yaqin nafar shahid bo'lib va o'nlab kishi yaralangan. Bu maqomlar aytishicha, ushbu hujumlarda yashash makonlar, ovoralar kamplari, kasalxona va bir hotel hadaf olingan. Isroil ayni holda o'z qonli hujumini shiddatlantirganki, bundan ilgari Amerika jamhur raisi Donald Trump kelajak necha kun ichida Navor G'azada otish kesin barqaror etilishini aytgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Amerika qo'shma eyaloti bilan muzokara boshlanishini rad qildi. Abbos Iroqchi Amerika CBS tarmog'i bilan o'tkazgan musohibasida aytishicha, Tehron qayta harbiy hujum ostida olmagani tazminiga niyoz bor. Iroqchi ko'paytirishicha, Amerika bilan muzokara qilishi ko'proq zamongadir va diplomasiya eshiklari hech qachon bog'lanmasligi ustida ta'kid qildi. Janob Iroqchi Isroil va Amerika tomonidan o'lkasining hastai markazlari bombardimon etilishini mahkum qilib aytishicha, hujum bo'lgan payt Tehron mudofaa qilishga tayyordi. Eslash kerak, bundan ilgari Amerika jamhur raisi Donald Trump Amerika va Eron aro muzokarasi yaqin payt qayta boshlanishini aytgan edi.
va Hind maqomlari e'lon qilishicha, bu mamlakat Telangana ayolati dori ishlab chiqarish fabrikasida buyuk bir portlash yuz berishi tufayli 36 nafar jon berib va 40 ga yaqin nafar yaralangan. Bu maqomlar sog'liq manbalaridan naql qilib, ko'pincha yaralanganlar sog'liq vaziyati yomon unvon qilib aytishicha, bu hodisa qurbonlari ko'p bo'lishi mumkin. Mahalliy maqomlar bu hodisa haqida biror munosabat bildirmagan, biroq bu haqda o'z tekshiruvi boshlanganidan xabar bergan. Qadrli muxlislar, o'zbek yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha har birlaringizni Ulug' Tengri taolaga topshiraman. Yaxshi kecha. شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو